Cristiano Ronaldo. Hech qachon tugamaydigan bahslarni bilamiz. Apple yoki Samsung, Mercedes yoki Cobalt, Ronaldo yoki Messi. Ularning qaysi biri kuchliligi haqidagi bahs hali ham aktual mavzulardan biri. Lekin bu bahs allaqachon poyoniga yetib bo'lgan. Chunki Ronaldoning bir ustun jihati borki, u Messining barcha yutuqlarini bir teng qilib, Ronaldoning yaqqol ustun ekanligini isbotlab qo'yadi. Bu ham bo'lsa Ronaldoning islomni qabul qilgani. Ya'ni islomni qabul qilmoqchiligi. Yana ham aniqrog'i, qachondir islomni qabul qilish ehtimoli borligi. Bu haqida Ronaldoning o'zini ham xabari yo'q, lekin uning takrorlayman. Ba'zi bir muxlislarida bunday ma'lumot bor ekan. Qasam ichamanki, bir qancha musulmondan ko'proq Isroilga qarshi tik turyapti bu odam. Coca-Cola'ni shunday olib chetga itarib qo'ydi. Suv iching dedi. U kecha Coca-Cola'ni birja bozoridagi hissasi $4 milliard pasaydi. Isroilni qo'llab-quvvatlagan Coca-Cola bir Cristiano Ronaldo sababli $1 milliard zarar ko'rdi. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Uni haydashdi. Hozir Saudiya Arabistoni ligasida o'ynayapti, ammo Allohning rejasi bor. Hozir u haqida Allohning rejasi amalga oshyapti. U xristian, ammo musulmonlardan ko'proq tanqid qiladi Isroilni. U Falastin bilan birga. Ular tarqatayotgan bu mishmishlar o'z tasdig'ini topmagan yolg'on ma'lumotlar bo'lib, hech qaysi rasmiy saytlarda ham va Cristianoning shaxsan o'zi ham bu haqida gapirmagan. Lekin bu safsatalar shunchalik quloqqa shirin eshitiladiki, yolg'on bo'lsa ham ularga ishonishni davom etishmoqda. Ronaldo Coca-Cola'ni surib qo'ygani rostdan ham sodir bo'lgan voqea, lekin ancha ilgariroq, Falastindagi katta urushdan ancha oldin bo'lgan. Va ushbu harakati bilan Ronaldo sog'liqqa zarar bo'lgan ichimlikdan ko'ra oddiy suv iching degan g'oyani ilgari surgan. Hamma biladiki, u o'z jismoniy holatiga juda jiddiy e'tibor qaratadi. Va har xil fast food va zararli ovqatlarni iste'mol qilmaydi. U juda to'g'ri mesej bergan, lekin buni g'azodagi urushga hech qanday aloqasi yo'q. Hozir Saudiya Arabistoni ligasida o'ynayapti, ammo Allohning rejasi bor. Hozir u haqida Allohning rejasi amalga oshyapti. To'g'ri, har bir ish yaratganning rejasisiz amalga oshmaydi. Lekin yaratganning rejasi haqida ular qayerdan xabardor bo'lishdi ekan? Axir ularga vahiy kelmagandir. Hali sodir bo'lmagan ish uchun bu qadar ishonch bilan gapirishdan nima ma'no? Bir tomondan esa amalga oshib bo'lgan reja haqida gapirsak. Musulmon davlatida Qur'on tilovati bilan boshlangan futbol bo'yicha jahon chempionatida negadir Ronaldo emas, uning azaliy raqibi Messi g'olib chiqdi. O'zi Ronaldoning musulmon bo'lishi haqidagi gaplar ancha yillardan beri ora-orada eshitilib turardi. O'sha paytda ham har xil rasmlarni Photoshop qilib, odamlarni rosa ahmoq qilib manipulyatsiya qilishgan edi. Hozir bu gaplarni kuchaygani sababi ikkita. Birinchisi uning Saudiya klubiga o'tgani. Ikkinchi va eng asosiy sabab esa Messining jahon chempionati kubogini qo'lga kiritgani. Adekvat muxlislar buni to'g'ri qabul qilishdi. Lekin jazavaga tushgan radikal fanatlar esa mana bunday to'qima yangiliklarni tarqatishni boshlashdi. Bo'lib ham Messi yahudiylar lobbisi makoni bo'lgan AQShga yo'l olgani voqealikka yanada ko'proq intriga qo'shdi. Saudiyaga kelgan Ronaldo bizning e'tiqodga yaqinlashishi ham biroz chigararoq masala. Chunki Saudiyaning o'zi ham AQShning eng katta ittifoqchilaridan biri sanaladi. Omma ichida tarqalgan bir mashhur gap bor. Arab dunyosi davlat rahbari uchta holatda hokimiyatdan ketadi. Inqilob bo'lsa, janozasi o'qilsa yoki Jahon banki fatvo bersa. Bo'lib ham G'azoni ochiqchasiga qo'llamasligini ma'lum qilgan Saudiyaga kelgan Ronaldo birdan Saudiya siyosatiga qarshi gapirishni o'ziga ep ko'rmaydi. U har doim neytralitetni saqlagan. Bundan tashqari u tekinga o'ynagani kelmagan. U olayotgan maosh butun bir davlatni boqishi mumkin. O'zi umuman Ronaldo Saudiyaga kelishni ham istamagan edi. O'sha yilgi futbol transferlarini yaxshi kuzatgan odamlar bilishadiki, Ronaldoning agenti Mendes Yevropa klublaridan taklif chiqishini transfer oynasi yopiqligungacha kutgan. Lekin top klublardan taklif tushmagach, Ronaldo noiloj Saudiyaga yo'l oldi. Aslida bunday gaplarga uchish uchun ba'zi bir muxlislarning bir g'arazli sababi bor. Ularning nazarida agar Ronaldo musulmon bo'lsa, u Messidan ustun bo'lib qoladi va bahsga yakun yasaladi. Aytaylik, Ronaldodan kuchsizroq futbolchi, masalan Harry Kane islomni qabul qilsa, u Ronaldodan yoki Messidan zo'r futbolchi bo'lib qoladimi? Albatta yo'q. Ushbu radikal fanatlar Ronaldoning fonida Messining obrazini tushirish uchun uni yahudlar tarafdori degan xulosaga kelib qolishgan. Bu ham aslida toza tuhmat bo'lib, Messi Isroil taraf ekanligini uning o'zi tugul uning atrofidagi hech kim tasdiqlamagan. Avtoritetga ega rasmiy matbuot saytlarida ham bu haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Faqatgina ishonchsiz sariq pressa va uning hayterlar tomonidan yaratilgan reelslardagi to'qima ma'lumotlar xolos. 2013-yilda Messi Barselona jamoasi bilan Isroilga borishidan maqsad esa Isroil va Falastin o'rtasida do'stlik o'rnatishga qaratilgan tadbir edi. Va bundan bir kun oldin esa jamoa Falastinga ham borgan va jamoaning mutasaddilari o'sha paytdagi Falastin davlati rahbari Mahmud Abbos bilan ham ko'rishishgan va bu ikki davlatning akademiyasidagi bolalarga master-klass o'tkazishgan. 2021-yilda esa Barselona Isroil bilan o'rtoqlik o'yinini o'tkazish kerak bo'lgan. Lekin Isroilning nojo'ya yurg'izayotgan siyosati tufayli Barselona uchrashuvdan bosh tortgan va bu ishi uchun Falastin futbol assotsiatsiyasi jamoaga minnatdorchilik bildirgan. Keyin Messi qanaqasiga musulmonlarning dushmani bo'lsin? Agar dushman bo'lganida Afg'onistonlik kichkina musulmon muxlisi bilan uchrashgan bo'larmidi? Messi faoliyati davomida faqat bir futbolchidan o'yindan so'ng o'z futbolkalarini alishishni so'ragan ekan. U ham bo'lsa Zayniddin Zidan. Zidan esa musulmon. 2017-yilda esa Leoning rasmiy sahifasida ma'lum qilinishicha, uning xayriya fondi musulmon davlati bo'lgan Suriyadagi maktablar qurilishida ko'maklashgan. Navbatdagi sahifaga o'tamiz. U xristian, ammo musulmonlardan ko'proq tanqid qiladi Isroilni.
Ronaldo hech qachon Isroilni tanqid qilmagan. Instagramda eng ko'p obunachiga ega bo'lgan Ronaldoning postlarida bironta Isroilni tanqid qiluvchi yoki Falastinni qo'llab-quvvatlovchi postlari yo'q. Qaytangi Juventusda o'ynab yurgan paytida o'sha paytdagi Isroilning tashqi ishlar vaziri bo'lgan va hozirda mudofaa vaziri bo'lgan Israel Katz bilan ko'rishgan. Va bu rolikda esa Ronaldo Isroilga tegishli internet provayderi reklamasida qatnashgan. We good. We faster than me. No. Shuningdek, isroillik aktrisa Gal Gadot bilan bitta promo rolikda qatnashgan. Ronaldoning karantinda Qur'oni Karimni o'qishni boshlagani va o'sha mashhur Men musulmonlarni yaxshi ko'raman, chunki ular mukammal va tartibli hayot kechiradilar iborasi ham aslida yolg'on ma'lumot. Bu xabar Qozog'istonning bir saytida paydo bo'lgan va bu ma'lumotning manbasi hech qayerda ko'rsatilmagan. Bizning ba'zi bir saytlarimiz esa bu ma'lumotning haqiqiy yoki uydirma ekanligini tekshirib o'tirmasdan o'zlarida chop etaverishgan. Ko'rinishidanoq soxta informatsiyaligi tushunarli bo'lib turgan narsaga qanday qilib bunday tez ishonish mumkin? Qanday qilib? Qanday? Mayli, din va siyosatni bir chetga surib tursak. Ba'zilar Ronaldoni insoniyligini o'rnak qilsa arziydi deyshadi. Mehnatkashlikdan boshqa uning nimasini o'rnak qilish kerak? Uning maqtanchoqliginimi? Cristiano, you're the best. Of course I'm the best. Nima unda Messini o'rnak qilib ko'rsatish kerakmi deyilsa, yo'q. Kamtarligini hisobga olmasa, uning shaxsiyatidan ham o'rnak oladigan fazilatlarni topish qiyin. Chunki Leoning futboldan boshqa hech narsaga aqli yetmaydi. Boshqa futbolchilar 3-4 talab tilini bilishsa, Messi Amerikada yashab turib, hali ingliz tilini o'rganmagan ekan va ispan tilidan boshqa hech qaysi tilni bilmas ekan. To'g'ri, ikkalasi ham xayr ishlarida juda faol, lekin ular ma'naviy namuna uchun noloyiq bo'lishsa kerak. Badaniga tatuirovka chizdirib olish bizning e'tiqodimizga to'g'ri kelmaganidek, qulog'iga sirg'a taqib, ichki kiyimda badanini ko'z-ko'z qilish ham bizning e'tiqodimizga xos ish emas. Bundan kelib chiqadiki, Ronaldo ham, Messi ham nasroniy. Ular qaysi biridir islomga kelsa, bu ularning o'zining yutug'i. Faqatgina musulmon bo'lgani uchun Cristiano Leodan ustun bo'lib qolmaydi. Agar shuncha mish-mishlardan keyin ham Ronaldo islomni qabul qilmasdan Yevropaga qaytib ketsa, unda uning muxlislari shuncha paychiranib gapirishgani qayoqqa ketadi? Agar sizga futbolchining musulmon bo'lishi shu qadar muhim bo'ladigan bo'lsa, unda o'zingizni qiynamasdan shartda musulmon futbolchiga muxlislik qilib qo'ya qoling. Masalan, Dembele, Salah, Rudiger yoki Yamalga. Ular %100 musulmon va bu haqida hech qanday yolg'on to'qib chiqarishning zarurati ham yo'q. Ularning ba'zilariga islomga kelish uchun arab diyoriga borish ham shart bo'lmagan. Masiyatga botgan Yevropaning o'zidayoq hidoyat topishgan. Shundaylarning biri esa fransiyalik Frank Ribery. Frank Ribery 2013-yilda yutmagan kubokka qolmagan va oltin to'pga asosiy da'vogar bo'lgan. Va topingcha o'sha yili undan kim oltin to'pni tortib oldi? Cristiano Ronaldo. Yana bir to'qima xabarlarga ko'ra, Ronaldo ma'lum bir guruh toifalarini qo'llab-quvvatlamagani uchun unga oltin to'pni berishmasmish. Bu ham fake xabar, bunga e'tibor bermaymiz, lekin ularning fikrlashidan kelib chiqadigan bo'lsak, Ronaldo o'sha kimsalarni qo'llagani uchun o'sha yili yaqqol favorit bo'lgan, buni ustiga musulmon bo'lgan Riberydan oltin to'pni olib qo'ygan bo'lib chiqadimi? Keyin ushbu sovrinni u 5 martalab olganini ham eslatishni hojati yo'q. Fact checking, ya'ni ma'lumotlar va yangiliklarni haqiqiyligini tekshirish kerakligi. Subjektiv kanalidagi infoiqtiboslar haqidagi video bunga yaqqol misol desa bo'ladi. Shuncha sodda odamlar aslida bu firibgarlarga aldanishmagan bo'lishardi. Agarda ular fact checking nimaligini bilishganida. U rolikda hech qanday global miqyosidagi fosh qilish yo'q. Shunchaki ma'lumotlarni Google'dan tekshirib ko'rishni o'zi yetarli edi. Tekshirganda ham ishonchli manbalardan va avtoritetga ega bo'lgan rasmiy saytlardan tekshirish kerak. Kimlar tomonidan yaratilgan va bir pulga qimmat dizaynga ega saytlar u faqat qo'lbola montajdan iborat bo'lgan reelslardan emas. Ushbu uydirmalarni filtrdan o'tkazmasdan shundoqqina hazm qilib yuborgan ba'zi bir kimsalar yuqoridagi safsatalarga yosh bolalardek ishonib yurishibdi. Hali musulmonligi notayin bo'lgan insonni yonini olaman deb tug'ilganidan beri musulmon bo'lgan birodarni haqoratlash G'alati emasmi? Futbolga din aralashtirilsa, bundan futbol ham, din ham yutmaydi. Bu video sport haqidagi rolikning ikkinchi qismi edi. 3-qism tezroq chiqishi ko'ruvchilar soniga bog'liq. Yaxshi qolinglar.